Endi shu 90-yillarga qaytsak, nimaga Birlik xalq harakati o'zini birinchi qadamlarida o'zbek tili uchun kurashdi? Sababi o'zbek tili bir oshxona til, oila tiliga aylanib qolgan edi. Hatto oddiy bir ishga kiriladigan bo'lsa, yoziladigan ariza ham rus tilida yozilardi. Masalan, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi deb ataladi. Men o'zimizni Yozuvchilar uyushmasidan misol keltiradigan bo'lsam, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining asosiy 95% a'zosi o'zbeklardan iborat yoki turkiy tilga mansub millat vakillaridan iborat. Ozgina foizi o'sha rusiy zabonlardan iborat. Lekin masalan biz o'sha Yozuvchilar uyushmasida biron bir yig'in qiladigan bo'lsak, minbarga chiqadigan bo'lsak, zalda o'ltirgan 3-4 ta odam uchun biz rus tilida gapirishga majbur edik. Hatto o'zbek tilida gapiradigan bo'lsak, bu yerda o'zbek tilini tushunmaydigan, o'zbek tilini bilmaydigan o'rtoqlar o'tirishibdi. Sizdan iltimos, marhamat, rus tilida gapiring deb bizga luqma tashab qo'yishardi. Bizni o'sha yo'nalishga solib qo'yishardi. Shu ma'noda o'sha Birlik xalq harakati juda nazarimda juda to'g'ri qildiki, o'zbek tilini o'zini haqiqiy maqomini olishi uchun kurash boshlab. Bu juda to'g'ri, juda adolatli. Ayni paytda ularning faoliyati til bilan emas, til uchun kurash bilan emas, balki ular qurib borayotgan orol uchun kurashdi. O'lib kelayotgan Rossiya esir mintaqalariga, turli mintaqalariga borib, O'zbekistonga o'liga qaytayotgan soldat yigitlarimiz uchun kurashishdi. Ular qashshoqlik uchun kurashishdi. Ular O'zbekistonni biz boqayapmiz deydigan markazni fikrlariga qarshi kurashishdi, o'zini boyliklarini ko'rsatib. Umuman men o'sha birlikni ko'targan masalalarni faqat til doirasida emas, uni juda ham kengligini shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tishni istardim.